iftorga bir 40 minutlar bor. O ko'chadan 3-60 yoshlardagi odam kelyapti. Semizga chaqib, maza qilib bir-birimdan gaplashib kelyapti. O 10 metr, 20 metr nari odam o'tib, assalomu alaykum, taqsir, va alaykum assalom. Yurmaysizmi? Yo'l bo'lsin. Palonchiligi iftor u. Aytilganmiz. Sizlar qayerga? Iftorga ketyapmiz. Iftor qilib ketyapsizlar deyapman. Kechirasiz deb semishkalarni tashlab labini artyapti. Nodon. Men kimman? Men bir xatokor bandaman. Xudodan bekitsang-chi bu. Xudodan uyalsang-chi sen. Semishga chaqib iftorga senga qoqib bormaydi, pishirib qo'yibdimi senga? Bu iftorlik ro'zadorni dasturxoni-ku, ro'zadorga beriladigan ne'mat-ku bu. Senga nima bor? Aytib qo'yaver. Iftor ketganda, uzr, ukam borardim, lekin bu iftor ro'zadorlarga, men ro'za tutmaganman, bora olmayman, nafsimga qulman deb qo'yaver. Nima qilasan o'tga borib?